Tun. Tana uxlaydi, ammo ong uyg'oq. Birdan siz osmonda suzib yuribsiz. O'zingizni tepadan ko'ryapsiz. Bu tushmi? Yo'q. Bu astral sayohat. Astral sayohat bu ongli ravishda ruhingiz tanangizni tark etib, astral olamda harakatlanishi deb qaraladi. Ba'zilar buni chuqur meditatsiya yoki uyqu jarayonida boshdan kechiradi. Ammo bu narsa haqiqatmi yoki shunchaki xayolmi? Astral sayohat vaqtida odam o'zini tanasidan ajralgan holda sezadi. Odamlar ko'pincha pastga qarab, uxlayotgan tanasini ko'rganini aytadi. Atrofni ko'radi, harakat qiladi, lekin hech kim uni ko'rmaydi. Shuningdek, ayrimlar uzoq masofalarni bosib o'tib, hatto boshqa shahar va joylarga borib kelganini aytadi. Ilm-fan astral sayohatni oyning holati deb tushuntiradi. Bu kuchli tasavvur, chuqur meditatsiya yoki lucid dream holati bo'lishi mumkin. Aslida ruh tanani tark etayotgani isbotlanmagan. Astral sayohatni sinab ko'rmoqchi bo'lsangiz, buni faqat tinch joyda, sog'lom ruhiy holatda qiling. Ruhiy bezovtalik, stress yoki g'ayritabiiy qo'rquvlar bo'lsa, bu holat salbiy ta'sir qilishi mumkin. Agar astral sayohatni o'z xohishingiz bilan boshdan kechirmoqchi bo'lsangiz, quyidagilarga amal qiling. 1. Tinch va qulay muhit yarating. Yotadigan joyingiz qulay bo'lishi kerak. Yorug'lik kam, shovqin bo'lmasligi lozim. Telefon yoki boshqa chalg'ituvchilarni o'chirib qo'ying. 2. Tana va ongni bo'shating. To'liq yengil holatda yoting. Chuqur nafas oling. Har bir nafas bilan tana bo'shashayotganini tasavvur qiling. Fikringizni tozalang. Kundalik muammolaringizdan uzoqlashing. 3. Meditatsiya yoki vizualizatsiya. O'zingizni yotgan tanangizdan chiqib, yuqoriga ko'tarilayotganingizni tasavvur qiling. Men tanamdan ajralmoqdaman degan fikrni takrorlang. Ba'zilar ip orqali yuqoriga chiqish, tebranish to'lqinini his qilish texnikalarini foydali deb hisoblaydi. 4. Tana tashqarisida harakatlanishni his qilish. Bu bosqichda tana qattiq uvushgan, og'irlashgan yoki tebranayotgandek tuyulishi mumkin. O'zingizni boshqa xonada, uydan tashqarida yoki hatto boshqa o'lchamda ekanligingizni his qilishingiz mumkin. 5. Qaytish. Sayohatni tugatgach, o'zingizni tanangizga qaytayotganingizni tasavvur qiling. Asta-sekin nafas olib, qo'l yoki oyoqlaringizni harakatlantiring. Shuni unutmang, bu tajriba real dunyoda emas, ongda yuz beradi. Hamma ham birinchi urinishda muvaffaqiyat qozonmasligi mumkin. Bu ruhiy holat bo'lib, sog'liq uchun zararli emas, lekin haddan tashqari tasavvur xavfli bo'lishi mumkin. Astral sayohat sirli, tushunarsiz va hanuzgacha bahsli mavzu. Bu sizning ichki olamingiz sarguzashti bo'lishi mumkin. Sizda ham shunaqa holat bo'lganmi? Kommentariyada yozib keting.